Domimizni birinchi liftidan boshlayman obzorimizni. Videoni boshidan aytib o'taman. 3 xonali kvartira izlab yurgan mijozlarimiz mana shu videoni o'tkazib olmasdan oxirgacha tomosha qiling. Biz hozir Uchtepa tumani Algoritm 31 ga kelganmiz. Orientir Ahmad Oltin Jo'jani oldidagi 9 etajli eski domlardan mana shunaqa 3 xona tayyor remont holatidagi kvartiramizni sotuvga chiqaryapmiz. Uyimizda 9 qavatli domni 4-qavatida joylashgan. Mana liftlarni ko'rishingiz mumkin, almashtirib qo'yishgan, yangi holatda. Xo'p, kirish eshiklarimiz kirganimizda mana shunaqa bizning stroyni eshiklar kutib oladi. Birinchi bo'lib uyimizning yuragi bo'lmish oshxonadan boshlayman obzorimizni. Mana ko'rishingiz mumkin, yaxshi xalalliklarni olib kelib qo'yganmiz. Oshxonamizda kuxonli mebellar mavjud. 1.5 ga 9 balkon bo'lar edi. Bu yerdan yopib, alohida joy qilib qo'yishgan ekan. Xo'p, bu tarafga qaraganimizda dom oldida bolalar maydonchasi, mashina qo'yish uchun parkovkalar mavjud. Yaqin atrofda maktab, bog'chalar mavjud. Eng yaqin metro bilasizlar, Olmazor metrosi. Taksida borasizlar unga ham. Bu tarafimiz uyimizning asosiy zali. Balkonni ham mana shunaqa chiroyli qilib qo'yishibdi. Endi ko'pchilik balkonga mana ko'rpachalarni mana shu yerga tiqib olsa bo'ladi. Konditsionerlarimiz bor. Kartinkalarimiz yoqqan bo'lsa, videoga hozirdan bitta like bosib qo'yamiz, mana shu televizorlar ham qoladi. Endi uyimizning vannasini ko'ramiz. Xo'p. Uyimizning vannasi kir mashinalarga olib kelib qo'yilgan. Hamma narsa qoladi do'stlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizlarni yaqindan kuzatib kelayotganlar va oldindan kuzatib yurganlar. Uylarimizni dokumentlari hammasi joyida. Shundoq kelasizlar, pulni sanaysizlar. Sразу nomerlarga oformit qilib beramiz. Bu tarafimiz bitta bolalar xonasi. Bolalar xonamizda ham spalniyalar mavjud. Bu taraf esa uyimizning asosiy spalniyasi. Ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda shkaflargacha olib kelib qo'yilgan. Xo'p, uyimizning narxi naqdga kelib savdolashaman degan mijozlarimiz uchun $78.200. Agarda ipotekaga xarid qilaman desangiz ham aynan $78.200. Faqat boshlang'ich endi $30.000, $40.000 pulingiz bo'lsa, bemalol uyimizni ipoteka xizmati orqali xarid qilishingiz mumkin. Pastda raqamlar bor. Uyimiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz va 3 xonali kvartira izlab yurgan tanishlarimizga jo'natib qo'yamiz. Juda ham горячий variant, zo'r.